Go'shtlari shunaqa erib ketadigan, 3-4 soatlab pishirmasdan va afg'on qozonlari va multivarkasiz juda ham zo'r tayyorlanadigan taomni Zeptor brendiga tegishli bo'lgan qozonlarda tayyorlab ko'rsatib beraman. Quruq qozonimizga birinchi bo'lib piyozni terib olamiz va ustidan go'shtlarni terib, tuz ziravorlarni sepamiz. Bir kun oldin tuzli suvga o'tib qo'ygan garohni ham solamiz. Lavr bargidan solamiz. Yanada barcha vitaminlari o'zida saqlanib qolish uchun bor yo'g'i 1 stakan suvni qo'yamiz va qozon naborlaridan alohida sotiladigan skorovarka qopqog'ida berkitib olamiz. Juda ham oson bekiladi. Bekilganini tekshirish uchun ko'tarib ko'ramiz va o'rta baland olovga gazga qo'yamiz. Qozonimiz yaxshi qizib olganda shu qizil knopka tepaga ko'tariladi. Gazni pasaytiramiz va past olovda 40 daqiqada pishirib olamiz. Asli taomimiz tayyor bo'ldi. Buni go'shtlarini qaranglar. Ham vaqtingizni, ham gazingizni ham tejaydigan universal qozon tovalarni Zeptor brendidan topishingiz mumkin. Bu naborlarni bozorlardan podelkasini aldanib qolmasligingiz uchun video oxirida silka qoldiraman, o'tib zakaz qilib olishingiz mumkin. Bizga esa yoqimli ishtaha.